1 tonna 200 likda tinig'idan ko'rsataymi bitta shturka tentlari bilan. Tenti yig'ishtiriladigan tent 320. Hop, keyin orqasida plyus nimasi bor, lifti bor, yonida sandiqchasi bor. Balonlarni qarang, kartochka balon, Kumho 13lik Kia. Haqiqatan ishqozi mingan ekan, mashina top-toza pokiza ekan. Salonni qarang, bu salonni. Hatto qo'lingiz charchab ketsa, maytga qo'yib olishingiz uchun mana buni qarab qo'ying. Mana shu nima qo'l qo'yadiganlarni ham qo'ydirgan ekan. Nikkel, karbon, sariq salon, eng full pozitsiyasi, o'rtasiga ham qo'ydirgan ekan. Mana uni qarang, maytga bemalol qo'lingizni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Ani bismillah, 1 tonna 200 lik eng fullidan so'raganlarga narxi ham qulay, o'zi ham tinig'idan. Nima ekan bu, radarmi endi? Mashinamiz mexanika Euro 6, cruise control bor. Mashinamizda klimat kontrol bor. Abdov, abagriv rullargacha qiziydi. Orqa oyna spiral. Bakoyni nimasi regrovkasi mana shu yerdan bo'ladi. Mana ishlab turibdi. Yurgan probegini ko'rsataman. Probegi bor-u, qaranglar. O'zini probegida 200.191 km yurgan. O'zini probegida turibdi mashina. Xo'p, nimasi bor? Monitori bor mashinani. Mana bu narsasi nima ekan endi? Bu narsasini bilmadim nima narsa ekan. Oldida yana bitta bu liftiniki ekan. Liftin alohida pulti. Tenti bor, elektriskiy shu bakoylari ko'rishingiz mumkin. Saloniga gap bo'lishi mumkin. Masalan, oyog'idagi polilardan tashib juda chiroyli mingan ekan. Ishqoz ekan, kaltini qarang. Bu kaltni g'ilofini qarab qo'ying endi. Hatto mana shu kichkina narsalarga ham e'tiborli bo'lib mingan odam ekan. Oldi torpedalari, eshigini apshipkalari, hamma yo'g'i joyida mashinani. Mashinamiz 2019-yil mashina. 1 tonna 200 ligi. Tozasidan so'raganlar. Aloqaga chiqarasizlar. Hatto mana qarang. Oyoq qo'yib chiqadigan zinalargacha qildirib qo'ygan ekan mashinaga. Lifti bu ham arzon narsa bo'lmaydi lifti. Bu tarafida ham bor. Bu tarafida ham bor. O'sha narsadan dizel bo'ladi, 133 salarka motor bo'ladi. Bu yoqdan ham ko'rsatay. Mashinaga lekin o'zim ham ishqoz bo'ldim bu mashinaga. Probegi bor-u, lekin tiniq holatda ekan mashina. O'zini probegida turgan. Narxiga kiradigan bo'lsak, bu mashinamiz 10 mingga beramiz. 10 ming dollar narxi. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Rasxoti yo'q, olasiz, minasiz. Koreyadagi narxi 10 mingga beramiz. Shturka o'sha tenti-yu, tepasida yashiqchasi, sandiqchasi, lifti, hamma yo'g'i qanday nima ko'rib turgan bo'lsangiz, mana salonning ichida ham nimalarni ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu holatda ketadi. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar, bosamiz.